Dasturimiz davom etadi. Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazma yarmarkasi oliy ta'lim muassasalarining bitiruvchi talabalarni ish bilan ta'minlash, ularni mehnat bozoriga tayyor mutaxassis sifatida olib chiqish hamda startap va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlashdan iborat yirik tashabbus. Ushbu festival Navoiy viloyatida ham jami 7000 nafardan ortiq bitiruvchi talabalarni qamrab oldi. Ayni daqiqalarda jarayonlardan hamkasbim Feruza O'ktamova xabar berishga shay turibdi. Marhamat Feruza, siz efirdasiz. Assalomu alaykum. Ayni vaqtda Navoiy shahri markazida joylashgan Alisher Navoiy nomidagi Isrohat bog'idamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, yoshlar bilan gavjum jarayon Talaba Fest 2025 aynan imkoniyatlar ko'rgazmasi havola etilmoqda. Bu yerda 120 dan ortiq korxona va tashkilotlar, 1300 dan ortiq bo'sh ish o'rinlarini aynan bitiruvchi yoshlar uchun taqdim etishmoqda. Startap loyihalar, aynan o'z g'oyalariga ega bo'lgan yoshlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash jarayonlari va aynan iqtidorli talabalarni rag'batlantirish jarayonlari ham, madaniy xordiqlar, ish bilan bandlik quvonchlari bugun ushbu Isrohat bog'ida jam bo'ladi. Biz aniq ma'lumotlarni bilish uchun suhbatga Elmurod Hoshimov, Kelajakka qadam markazi direktoriga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Bugungi jarayon borasida aniq ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Rahmat. Xabaringiz bor, joriy yil 14-fevral kuni prezidentimizning 61-sonli qarori asosida Kelajakka qadam dasturini amalga oshirish belgilangan edi. Aynan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda O'zmilliybank aksiyadorlik jamiyati bilan birgalikda mazkur dastur amalga oshirilyapti. Dasturdan maqsad aynan oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini o'z mutaxassisligi bo'yicha ish bilan ta'minlashga ko'maklash hisoblanadi. Shu maqsadda bugun Talaba Expo 2025 dasturimiz Navoiy shahrida tashkil qilindi. Navoiyda 4 ta oliy ta'lim tashkilotini bu yil 7800 dan ortiq, demak, talabalarimiz tamomlagan. Shuning uchun ularni kafolatlangan ish o'rinlari bilan ta'minlash maqsadida, real muloqot muhitini yaratish maqsadida, demak, ushbu tadbirni tashkil qilganmiz. Bundan tashqari, mazkur tadbir doirasida mentorlik treninglari, shuningdek chempion tadbirkorlarimizning o'z tajribalarini yoshlar bilan, bitiruvchilar bilan, demak, bo'lishish, ulashish imkoniyatlari beriladi. O'ylaymizki, mazkur tadbirda navoiylik yoshlar o'z mutaxassisligi bo'yicha munosib ish o'rinlariga ega bo'lishadi hamda tadbirkorlik g'oyalariga ega bo'lganlar esa Milliy bank tomonidan aynan imtiyozli shartlarda moliyalashtirish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Rahmat. Va albatta loyihalar bizga juda ham qiziq. Bugun navoiylik yoshlar aynan qanday loyihalarni taqdim etishmoqda, qanchalik ahamiyatli ular? Rahmat. Aynan Kelajakka qadam dasturi doirasida moliyalashtiriladigan loyihalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda yoshlarimiz tomonidan innovatsion, kreativ, aynan xizmatlar sohasida va real ishlab chiqarish imkoniyatlarini beradigan ishlab chiqarish sohalarida ham loyihalar berilyapti va bular qulay tarzda aynan universitet hududida Kelajakka qadam markazlari xodimlari bilan tomonidan amalga oshirilyapti. Ya'ni talabani oldiga endi bank xodimi borib, uni loyihasi bilan qiziqib, uni moliyalashtirish imkoniyatlarini, demak, ko'maklashyapti bu yo'nalishda. Rahmat. Demak, bugun talaba o'z loyihasini amalga oshirar ekan, moliyaviy qo'llab-quvvatlash jarayonida o'z hududida yangi ish o'rinlari yaratiladi, ishlab chiqarish aynan yo'lga qo'yiladi. Bu degani talaba hayotga, aynan mehnat bozoriga o'zining tashabbusi bilan, loyihasi bilan kirib boradi. Xullas, jarayonlar shunday. Navoiydan Feruza O'ktamova, tasvirchi Mirkamol Umirov. Biz jarayonlardan yana xabar beramiz. Rahmat, hurmatli teletomoshabinlar. Ta'kidlanganidek, hamkasbimiz Navoiy shahridan jonli bog'lanish orqali Talaba Expo 2025 ko'rgazmasidan, kasb ko'rgazmasidan jonli muloqotda ma'lumotlar yetkazdilar. Dasturimiz davom etadi.